firmamiz ochilganiga mayda 1 yil bo'ladi. Zaявka berganimizga o'sha 2 oycha bo'ldi. Hali ozgina muddat yetmadi. Mayda keladimi? Hozir bularning faoliyatlari bor. Faqat 1 yil to'lmagan. 1 yil to'lmagan. Mayda muddat keladi. O'zim chiqib ko'rdim bu yerda. Holat yaxshi. Hujjatlarni endi hujjatni rasmiylashtirib turasizlar o'zi. Mayda shu 1 yil to'lganiga keyin ruxsatim beradi. Bu masalani kecha prezidentga shu masalalarni Toshkent viloyat hokimi qo'ydi, adashmasam, hali ko'p mijozlarimiz hali 6 oy bo'lgan, lekin 1 yilga yetmagan hisobiga degan masalani qo'ydi Toshkent viloyat hokimi. Balki u hali aniq bir yechim yo'q, lekin oldingi tartib bo'yicha mana shu 1 oy ichida sizga ham muddat kelsin, ruxsat keladi. Qancha olmoqchisiz? O'zi imkon qadar 100 million yo 300 millionga garov qo'yib beriladi. Endi biz o'z qo'limizda bor mahsulotlarimiz shu biznesga birinchi qadam, biznesga ko'makchi mikro loyihamiz bor, alohida 50 milliongacha mahalla loyihasi bor. 312 ga agar shu to'g'ri keladi va o'sha muddat ishtirok 2 yil ijodidami? faoliyatni bular hajmiga qarab turib shu 100 ming o'zim aytgandik bular. Foizga boshqa ketib o'zi marhamat. Mana bu ko'p 50 million foiz bo'ladi.